Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Navbatdagi modelimiz bolalar uchun belanchi arg'imchoq. Yonida 3 ta tortmasi, pastida 3 ta tortmasi. Mana bu yerda arg'imchog'i, kurpa to'shagi, pardachasi, kurpasi, usti materializasi bo'ladi. Fasad qismi MDF, korpusi laminat ishlangan. Navbatdagisi mana bu oq rangi. Narigisi tilla edi, fasad qismi mana bu oq. Bu zakaz uchun bo'lgan bu yerda eshikchali, tepasi tortmasi, pastda 3 ta tortmasi bor. Usti buniki belanchi. Pasti dispisi, unga kurpachasi, yastig'i, usti pardasi qo'yilgan holi, qo'yilmagan hali, lekin sizga borgan payti qo'yib boriladi. Oq rangli, narigisi tilla rangli. Biz bilan bog'lanish uchun 90lik 486 82 86 to'g'ridan to'g'ri sexdan olasiz. Ishlab chiqarish. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Navbatdagi modelimiz bolalar uchun belanchi arg'imchoq. Yonida 3 ta tortmasi, pastida 3 ta tortmasi. Mana bu yerda arg'imchog'i, kurpa to'shagi, pardachasi, kurpasi, usti materializasi bo'ladi. Fasad qismi MDF, korpusi laminat ishlangan. Navbatdagisi mana bu oq rangi. Narigisi tilla edi, fasad qismi mana bu oq. Bu zakaz uchun bo'lgan bu yerda eshikchali, tepasi tortmasi, pastda 3 ta tortmasi bor. Usti buniki belanchi. Pasti dispisi, unga kurpachasi, yastig'i, usti pardasi qo'yilgan holi, qo'yilmagan hali, lekin sizga borgan payti qo'yib boriladi. Oq rangli, narigisi tilla rangli. Biz bilan bog'lanish uchun 90lik 486 82 86 to'g'ridan to'g'ri sexdan olasiz. Ishlab chiqarish.